3-chi oyog'i tasavvur qil. Svetiyotda shunda minus oyog'ini ulagansan, plus oyog'ini rezistorga qo'yib, rezistorni plus ulagansan, to'g'rimi? Ikkinchisini ham mana shunaqa qilib qo'ydik. O'shaning uchun ham bir xil o'chgan. Sen u ikkinchisini unaqa emas, mana bunday ishlatishing kerak. Shunda svetiyot qaysi oyog'i ulamoqda? Plus ketgan. Plus oyog'i 3-chi oyog'iga kelyapti shunda. To'g'rimi? Men minus ketdi. Ha. Hozir rezistor bu yog'iga qo'y, hozir bu yoq tomoniga farqi yo'q. Rezistor bo'lsa bo'ldi. Minusga ulanyapti, minus oyog'i yoki minus oyog'ini rezistorga ulaysan, rezistorni keyin minusga ulaysan. Shunda svetiyotda plus oyog'i Minus ketdi. yo'q, 3-chi oyog'iga kirib ketadi. O'tgan narsa o'zingda. Tekshirsa bo'ladi. Yonmayapti. Buni tekshiramiz. Tekshirib qo'yamiz. Yonyapti. Xira yonyapti. O'zi объемный тenglik narsa. Birinchi kondensator. Birinchi kondensator qattiq bo'lgan. Men oyog'ini qiyshaytirib qo'ydim. Oldin payka qilib olish uchun, chiqib ketmasligi uchun ikkita jetga ochib qo'ydim. Keyin payka qilgandan keyin qolgan joyini qiyshaytiraverasan. Tushundingmi? Buni men ikkita jetga ochib qo'yganman, chiqib ketmasligi uchun. Buni payka qildim.